Ma'lumki Qur'on oyatlarini tafsirlashda ahli sunna olimlari majozdan foydalanishadi. Chunki o'sha iboralarga haqiqiy ma'no berilsa, ma'no sof islom aqidasiga teskari keladi. Jumladan Ibn Qudoma Maqdisiy Ravzatun Nozir kitobida Bismillahirrohmanirrohim Innal ladina yu'zunalloha va rasulahu la'anahumullohu fid dunya val akhirah va adda lahum azaban muhina. Sadaqallohul azim. Ahzob surasi 57-oyatda Allohning avliyolari do'stlariga va uning rasuliga ozor beradiganlarni Alloh bu dunyo va oxiratda la'natladi hamda ularga xorlovchi azobni tayyorlab qo'ydi deydi. Agar yuqoridagi oyatga qaraydigan bo'lsak, yuzunalloha Allohga ozor beradi degan haqiqiy ma'no yotibdi. Lekin agar haqiqiy ma'no beriladigan bo'lsa, Allohga ozor berishlik muhol. Shu sabab majoziy ma'no qo'llanadi. Ya'ni Allohning avliyolari, Allohning do'stlariga ozor beradiganlarni Alloh oxiratda la'natladi deyiladi. Qur'on va sunnat va arab tilini o'rganish, ularning lug'ati, majozi va haqiqiy ma'nolarini o'rganish bilan bo'ladi. Fasohat va balog'at ulamolari buning uchun alohida qoidalarni belgilab qo'yganlar, buni bayon ilmi deb ataganlar. Lekin bemazhablar ularning ilmini inkor qilib, bid'atga chiqarib, ularni adashgan kimsalar deb, balki shariat va lug'at jihatdan ma'nosi to'g'ri kelsa ham majoziy ma'no berganlarni kufrga hukm qilganlar. Yuqoridagi ma'nolardan xulosa qilib, ularni betayin so'zlariga xulosa olmasdan haqiqiy ahli sunnat va jamoat ulamolarimizga murojaat qilmoqligimiz lozim bo'ladi.